Assalomu alaykum. Challenge'imizni bugun 65-kuni. Demak, bizdagi muammo nimadan iborat? Ko'pchilik holatlarda omborlarda shu holat kuzatiladi. Ya'ni mahsulotlar har doim omborga kiritilayotgan vaqtda ular soni aniq yozib boriladi va chiqim ham albatta kiritib ketiladi. Ya'ni qancha mahsulot chiqib ketayotgani va kiritilgani. Ana endi har xil vaqtda kiritilgan mahsulotlarni ko'rishingiz mumkin. Bizning vazifamiz qaysi mahsulot qancha qolganini aniq hisoblab berish. Shu holatda biz sum yesli formulasidan foydalanamiz. Kerakli yacheykani belgilab olamiz va formula nomini kiritamiz. Sum yesli formulasini yozib olamiz. Birinchi navbatda mahsulotlar nomi yozilgan yacheykani belgilab olamiz va F4 tugmasini bosish orqali yacheykalarni bloklab qo'yamiz va nuqta virgul belgisini qo'yamiz. Undan so'ng qidirilayotgan mahsulot nomi yozilgan yacheykani belgilab olamiz va yana nuqta virgul belgisini qo'yamiz. Undan so'ng biz kirim yozilgan yacheyka ustunlarni barchasini belgilab olib F4 tugmasi bilan bloklab qo'yamiz va qavsni yopamiz. Va minus qilishimiz kerak. Bu holatda barcha kiritilgan mahsulotlarni qo'shib chiqadi, topib undan minus qilamiz. Yana sum yesli formulasi orqali hisoblashimiz kerak bo'ladi. Sum yesli formulasini yana yozamiz va xuddi shu tartibda birinchi bo'lib mahsulotlar nomini belgilab olamiz, ustunni to'liq va F4 tugmasidan foydalanib bloklab olamiz, nuqta virgul belgisini qo'yamiz. Undan so'ng qidirilayotgan mahsulot nomi yozilgan yacheykani belgilab yana nuqta virgul belgisini qo'yishimiz kerak bo'ladi. Undan so'ng chiqim yozilgan ustunni belgilab olamiz. Bu holatda barcha chiqimlarni hisobga oladi va F4 tugmasi bilan yacheykani bloklab olamiz va qavsni yopamiz. Ana endi enter tugmasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek, olmadan misol uchun 120 kg qolgan. Buni butun jadval uchun ishlatib qo'yadigan bo'lsak, mahsulotlarimiz qolganini tezkorlik bilan hisoblab olamiz.